Dada hormang. Assalomu alaykum. Kecha kech qolib keldim. Tuzingsiz? Ha, rahmat. Nega $100 berib turing? Nima qilasizmi? Kerak bo'lib qoldi. Qachon qaytarsangiz qaytaraman. Ha? Rahmat. Pulingiz ko'paysin. Hadi pul qani? Hammani turibdi. Kerak bo'lib qoldi-yu. Hozir. Shuncha pulni nima qilamiz? Buni endi Ro'za va Ramazon ichida obunachilaring 1 million bo'lsa, bo'lsa $1000 beraman. qarang. Hozir 600 mingga yaqinlashib qoldik-ku. Maygacha 1 million bo'lsa, $1000 berasizmi? Beraman. Mana shunga to'playapman. Sizlarniki ekan shu pul. Lekin layklar kamayib qoldi-da. Nima deysiz? Qo'llab-quvvatlab endi o'g'lim mana $1000 beraman. $1000 sizlar uchun. Mana kecha kuni video qo'ydik. 600 ming bo'lganimizcha 30 mingta layk dedik. 21 ming layk yig'ibdi. Agar 30 ming bo'lsa $100 yana beramiz 600 ming bo'lganimizda. May oyigacha 1 million bo'lsa, men harakat qilaman. Endi ro'zada hozir ozgina tutashgandek bo'ldim, lekin gazni bosamiz. Mana pullar sizlarga, mana haqiqiy pullar. Mana ko'ringlar, haqiqiy pullar sizlarga. $1000 beramiz. $1000 beramiz. Qo'lni tashlang. Xo'p. Gapga javob. Bo'ldi, laykni bosamiz, bu videoni hammaga yorib tashlaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman.